Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz. Xudo xolasa biz sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Avgust oylarimizga reyslarimizni, qabullarimizni ochiq deb e'lon qilganmiz. Xudo xolasa biz avgust oyining haftaning har seshanba kunlariga Toshkent Primus Jidda yo'nalishi orqali, haftaning har chorshanba kunlariga Farg'ona Jidda yo'nalishi orqali xudo xolasa reyslarimizni amalga oshirib boryapmiz. Xudo xolasa hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida Centrum Holidays rasmiy litsenziyalangan ofisida xudo xolasa primuslarga videolarni qo'yib boryapmiz. Inshaalloh azizlar, sizlar bilan avgust oyida kim aka-uka, opa-singillari bilan yoki oila a'zolari bilan umra ziyoratiga mukammal umra qilishlikni niyat qilgan bo'lsalaring, yana batafsil ma'lumotlarda olsalaring yoki borishlikni niyat qilgan bo'lsalaring, quyidagi pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bizga bemalol aloqaga chiqib xudo xolasa bog'lanishlaring mumkin bo'ladi. Musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, viloyatlardan yoki qo'shni davlatlardan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol Telegram, WhatsApp, imo orqali ijtimoiy tarmoqlarimiz ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa biz Centrum Holidays safarimizda 14 kunlik bo'ladi. Umra safarimiz 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Hop, Madinadagi gostinitsalarimiz oraliq masofalari 150 metrda, ya'ni markaziyada joylashgan bo'ladi. Xudo xolasa, hop 5 yulduzli gostinitsalarimiz, ya'ni ozuqatlarimiz 2 mahal bo'ladi Madina Munavvarada. Obed va ujin ozuqatlarimiz, ya'ni o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Hop, 11 kun Makka Mukarramada esa 750-800 metr oralig'ida joylashgan xudo xolasa komfort, ya'ni 5 yulduzli gostinitsalarimiz joylashganda, xudo xolasa siz aziz obunachilarimizga xizmatda inshaalloh bemalol misol uchun borganlar ham yoki borib kelganlar ham buni xudo xolasa bilishadi. Uzog'i bilan 800 metr oralig'ida Makkadagi gostinitsalarimiz joylashgan bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham shifokor xizmati, kalaska xizmatlari ham bor. Bemalol bepul. Ko'plar kommentariyada yozishdi, pullimi yo'q, pulsiz. Bemalol o'sha bir marta to'lovni ichida bemalol Madinada ham, Makkada ham ayollarga ayollar, erkaklarga erkaklar shifokor xizmatlarimiz bor xudo xolasa. Xo'p, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz ham bor. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'lsa, 10 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor. Bulardan Madina Munavvaradan boshlasak, Qubo masjidi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Xurmo bog'lariga kechki ziyofatlar, Qur'on bosmaxonasiga xudo xolasa ziyorat, Payg'ambar sallallohu Ravza-i muboraklariga ziyorat, Baqiy qabristonlariga, G'ammomi masjidlariga ziyorat va qolaversa yana bir qancha qo'shimcha Madina Munavvarada ziyoratgohlar bor. Ularga xudo xolasa malakali ilmiy boshliq bilan birgalikda boriladi. Hop, Makka Mukarramada esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz. Uni qo'shimchasiga xudo xolasa biz qo'shdik. Bir marta to'lovlarning ichida 2 marta umra qilishga imkoniyat, ya'ni Toyif shaharlariga ham xudo xolasa ziyoratlarni amalga oshirishni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda hurmatli vatandoshlar, bizda shunday bir holat nimaki, bizda kimda kim biz bilan bog'lansa, erkaklarga ihromlarimizni bepul tariqasida beramiz. Firmamiz tomonidan beriladigan mana bunday xo'p yostiqchalarimiz bemalol mana avtobusda yoki samolyotda foydalanish uchun va qolaversa bejiklarimiz bor va kamzillarimiz hamda so'mkalarimizni xudo xolasa aeroportda birgalikda taqdim qilib beramiz. Xudo xolasa endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, Farg'ona Primus Jidda uchadigan yo'nalishimizni $1050 avgust oyiga qilib beramiz. Toshkentdan Primus Jidda uchadigan yo'nalishimizni esa $1000 qilib beramiz. Xudo xolasa bizda hozirgi kunda Farg'ona, Toshkent hamda Namangan Madina reyslarimiz ham bor. Namangan Madinani $1050 qilib beramiz. Joylarimiz bor. Avgust oyiga bemalol qo'ng'iroq qilib o'z joylarini bron qilishlari mumkin bo'ladi. Sizlarga aziz obunachilar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdim degan umiddamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yana ham batafsil ma'lumotlarni siz aziz obunachilarga beramiz. Tanlovda adashmanglar. Centrum Holidays ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.